Assalamu alaikum. Mening ismim Nazina Hamid. Yaponiyada turaman. Do'stim Nadira Alining ana tilda kitob o'qish faoliyatiga ovoz qo'shib, Siyrat yo'llaridagi Kusvanning kundalik xotiridan birini o'qib beraman. Oxirida bu faoliyatga bir do'stimni taklif qilaman. Kusvanning kundalik xotirasi. Bir kuni Madinadan Badr tarafga qarab ketyaptik. Yonimda Payg'ambarimizning ayoli Hazrati Aysha bor edi. Payg'ambarimiz amraylariga sizlar meni veringlar deb ularni yo'lga silivitib Hazrati Ayshaga yugurishda musobaqalashaymi dedi. Men Payg'ambarimizning bu so'zini anglab Hazrati Ayshadanmi bakrak hayajonlandim. Hazrati Aysha yerga siziq sizdi. Itaklarini dastamay deb yig'ildi. Musobaqa boshlanishi bilan tang menmu ular bilan birga yugurdim. Kimning birinchi bo'ladiganligiga qiziqyaptim. Belgilangan nishonga hammadan burun Payg'ambarimiz berib bo'ldi. U Hazrati Ayshaga qarab, bu qitim tanlashdik dedi. Sizlarcha Payg'ambarimiz nimishqa bundaq degandu? Chunki bu qitimlik musobaqa ularning tunji qitim musobaqasi emas edi. Burungi musobaqada Hazrati Aysha Payg'ambar alayhissalomning oldiga o'tib ketgandi. Bu musobaqadan keyin bir tugilarmi musobaqa uyushtirdik. Bu faoliyatga taklif qilgan do'stim Sharqinur Sirajiddin. Rahmat.